azizlar, mana Oqilon kutubxonasiga keldik. Oqilon kutubxonasi deyiladi bu yer. Mana bu yerga hamma joyga bo'lganda bir xotira maydoni bor. O'zlarini xotira kunlarini she'rga nishonlashadi ular. Memory day deyishadi. Mana bayroqlari Oqilon tumaniga istiqomat qilgan soldatlar mana shu yerga nima qilingan, ko'milgan. Yo, o'shalar ramziya qilinganda bu. Mana bu yoqqa kim qaysi davrga o'lgan. Mana har bitta yilga qilingan urushlarni o'lgan soldatlari nima qilingan. O'shalar ramziya qilingan maqbara bu. Hozir Oqilon kutubxonasiga ham kiramiz.